Uzumlar olami uchun maxsus payvand toifaga payvand bo'lgan avatar. Xudo xolasa mana 3 yilda mana shu holatga kelgan, mana qalinligi. Yana bu yoqda shoxlari bor boshqa. Lekin bu bitta payvand shunaqa ko'p hosil bergan, ozgina hosillar qoldi mana. Toshkent sharoitida ko'mamiz, buni kesishi ozgina ko'rsatamiz. Bismillah. Mana shoximiz yaxshi, buni qoldiramiz. Tagidan chiqqanini olamiz. Bunda 1, 2, 3 mana bilan 4 ta shox qoldiramiz. Buni olamiz. Shoxlarimiz yaxshi o'sgan, baquvvat. Uzunroq qo'yamiz, keyingi yilga shu nimamizni bemalol o'rab olish uchun qoldiramiz. Bu yoqda qilamiz. Ikkita qo'yib, yana uzunroq kesib qo'yamiz. Bu yoqda uzunroq qo'yamiz, bu yoqni ham. Bu yoqni bemalol qoplab olish uchun. Bunisi baquvvatroq, qalinroq o'sgan. Nima qilamiz? Olmasa. Bo'lsa mashit qoplab olish uchun qo'yamiz. Maydalarni tashlaymiz. Ichki qaraganni tashlaymiz. Mana tanani ham himoya qilib turish kerak. O'tdi, egalaymiz. Bunisini olib tashlaymiz. Bo'ldi, mana xudo xolasa 4 ta shox qo'ydik. Bahorda mana kurteli qalin bo'lib ketganligi sababli unaqa meva bermasligi mumkin. Shuning uchun bularni hisobga olmasdan mashinalardan bu yoqqa 8 ta taxminan qo'ydik. Yani ortchasi bo'lsa ko'k paytda yana olib tashlaymiz. Ko'k paytda kamaytirib yana nima qilinadi? Bu tezroq bizga qoplab olish kerak nimani? Mana esa xohlasa bog'ni to'liq quyosh urmasligi uchun avatarlarda quyosh tez urish nimasi bor. Shu qoplab olish uchun tezroq nimaga ortcha nima bo'lsa qoldirgan bo'lsa, ya'ni bahorda ko'k kesishdi. Xomto paytda yana kamaytirib tashlaveradi. Xudo xolasa agar kimga kerak bo'lsa,
kesishni boshladi. Qalamchalari bor. Ko'chat qilganmiz yana. Avatar, Lamborghini, Helloin shu zamonaviy eng yaxshi hozirgi trendda bo'lib turgan uzumlardan xudo xolisa bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar ekranning nomerlariga. Rahmat.